nos sotayotganlar nimani sotayotganlarga qarab qo'yinglar. Musulmon ummatining qirilishiga yo'l bo'lishiga hisslarni qo'shyapsizlar. Sigaret sotayotganlar. Ajib, katta savdo markazlarida G'arbda 20% daromad sigaret sotishlikdan kelar ekan. Sigaret sotadigan hoji aka bo'ladi. 5 man masjid namozga chiqadi. Magazinida eshitadi do'konda sigaret sotilinadi. Wala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Alloh taolo buyuryapti bizga. Hamda o'zlaringizni o'zlaringiz o'ldirmaymiz. Albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir. Chekish birodarlar inson o'zini o'zi qatl qilishi. Faqat sekin-sekin qatl qiladi. Sekin portlaydigan bomba bu. Tabiblar aytadi, tamakini doim chekkan odam o'zini joniga o'zi suiqasd qilayotgan odam deyshadi. O'zini o'zi o'ldirgan odammi qiyomatda ahvoli nima bo'lishini bilasizlar, birodarlar? Siz sigaret chekishlik bilan o'zingizni o'ldiryapsiz. Bunda shak shubha yo'q. La zarara va la zirar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Zarar ko'rish ham yo'q, birovga zarar ko'rsatish ham yo'q. Sigaret chekishlikning bitta foydasini ayting, men sizga 10 ta zararni aytib beraman.